Assalomu alaykum o'rtoqlar, sizlar bilan Mamatov Yorbek. Bu zapisimiz prostoy, oddiygina nima haqida bo'ladi? Pul haqida bo'ladi. Pul qaranglar. Biz o'ylamaysizlarmi? Masalan, pullaringga mashina olasizlar, lekin mashina o'zlariniki bo'lmaydi. Unga to'laysizlar. Har oy, har yil to'laysizlar. Ishtirok qilsalaring ham to'laysizlar, hamma narsa qilsalaring to'laysizlar. Ertalabdan kechgacha yibashit qilib ishlaysizlar, kiyim olish uchun ishlaysizlar, balobatlar qilish uchun ishlaysizlar. No. Odamlar umr bo'yi boyagi pulni ishlash uchun sarflasa, pulni banklar pechat qiladi. Sizga pulni pechat qilib beradi, lekin siz shu pechat qilingan qog'oz uchun yib-bashit qilib umringiz oxirigacha ishlab o'tib ketasiz. G'alati emasmi? Siz ham bir marta shu pulni pechat qilmasangiz ham pul ishlaydigan narsaga xarajat qilib, boyagi tizimlarning yo'nalishini o'rganib ishlab ko'ray deb hisoblamaysizmi? Hozir mana dodvoy bo'lib yotibdi. Kartaga pulim yo'q. Kartaga pul sola olmayman, lekin solasizlar. Solmasdan hech yoqqa bormaysizlar. Solasizlar, как положено solasizlar. Kerak bo'lsa 1.230 mingga kartalaringni ham qoladi. Yech olmaysizlar. No. O'zingiz uchun pulda ishlaydigan yo'nalishda o'rganib ko'ray deb неужели hisoblamaymiz? Raz biz tushunmaydigan bo'lsak, bo'lmaydi deb hisoblamasligimiz kerak. Nega bo'lmaydi? Bo'ladi. Tak что o'rtoqlar, xulosa o'zlaringdan pul ishlash kerak. Sog'lik, salomatlik.